İnan şu uyni yaqinda bir blogerimiz reklama chiqib sotuvga qo'yadi. Aslında bu uy nizoli uy hisoblanadi. Bu uyga shuncha odam pul to'lagan bu zdaniya. Bu uymi o'zi bu yoki noturar binomi? Hozir buni aniqlashtirishga harakat qilamiz. Tak, bu zdaniyani sizlar 115 million hozir to'lab qo'yibsizlar, to'g'rimi? To'lab qo'yibmiz avval. Nechanchi etajini to'ladingizlar? Ikkinchi etajini to'lab qo'yibmiz. Proyektini ko'rganingizda ko'p qavatli dom bo'lib chizilganmi rasmida yoki ana shu turishida chizilganmi? 3 etajli deb chizilgan edi, 3 etajli. Buni noturar binomi yoki turarmi bu, bilmaysizmi? Turar deb berdi bizlarga, turar deb. Turar deb berdi, lekin sizlar qachon vahimaga tushdingizlar, qachon bir xavotirga tushdingizlar, bu uyni sizlarga aloqasi yo'qligini? Bize şu telefonda görüp kaldı, şu satılar degandan keyin şu vahima tushdik. He, bloger bola sotuvga qo'ydi, sizlar keyin xavotirga tushdingizlar. Şunu izlay tushmak. Kim qurgan bu domni? Nadir bilan Nilüfer Alabergenovami? Nadir bilan Nilüfer ikisi saladi. Sizlarga men shartnomangizni ko'rganimda 2023-yilda shartnoma tuzgan ekansizlar. 1 yilda bitadi deb aytganim, to'g'rimi? Ne 23-yil dekabr oyida bitirib beramizda pul oldilar. Men 3 yil o'tdi, pulam yo'q, joyim yo'q. Hozir ichki ishlar ariza tashladingizlar, to'g'rimi? Sudga dokument taxlab turibsizlar. Qachongacha yolg'onchilarni dastidan odamlar jabr chekadi? Qachon biz chek qo'yamiz bu narsaga? Qachon bunday emchirjilarni yo'qotamiz biz? Hozirgi kunda qidiruvda ekan, Alabergenova Nilüfer degan ayolimiz qidiruvda ekan. Surishtirdik biz hozir ichki ishlardan, boshqa yerdan, kerakli organ tashkilotlardan surishtirdik, qidiruvga berilgan ekan. Nahotki mana shu oddiy sodda qariyalarimiz mana hozir otaxon onaxonlar pensiyasini yig'ib mana shu uyni to'lov qilganlar, shu o'g'limizni bo'lak chiqaramiz deb. Qachongacha biz jabr ko'rishimiz kerak. Hozir bu mavzu juda ham aktualniy bo'lyapti. Bularning qarindoshi ham hozir sudlangan, ya'ni qamoqqa olish ehtiyot chorasi ko'rilgan bo'lib, hozirgi kunda uy qamog'iga chiqqan. Lekin mana shu tilxat bilan chiqqan, endi odamlarning pulini beraman deb. Lekin mana bu Nodir bilan Nilüfer Alabergenova qachon berar ekan bularga pulini? Mana shu narsa bizani qiziqtiradi. Xalq qiynalib ketdi. Bunday mashshenniklarni hammasini qachon biz chek qo'yamiz? Bu chisti firibgarlik deb aytamiz. Odamlarni aldab, pulini olib o'zlari yo'qolib ketgani yana nima deb tushunish mumkin? Biz buni gasindan aniqlaymiz, kadastrdan aniqlaymiz. Bugun biz jurnalistik o'rganish harakatlarini boshlaymiz. Lekin yana bir bor aytaman, bu zdaniyani ko'rganlar olaman deb o'ylamanglar, ololmaysizlar. Nechun desa, bu yerda mana jabrlanuvchilar bor. Bular hozir hammasi ichki ishlari sudga hujjat taqdim qilgan, ya'ni tez orada sud bo'ladi. Bu zdaniyani qurgan odamlar hozir qidiruvda deb aytdilar bizga, shuning xabari keldi. Shuning uchun har qanday blogerni chiqargan reklamasini ishonavermanglar, o'rtoqlar. Hali bu narsani biza aniqlaymiz hammasini va sizlarga taqdim etamiz. Mana jabrlanuvchilar yonimizda turibdi, lekin bular bizlarni yuzimizni ko'rsatmang, do'st bor, dushman bor, ustimizdan kulishi mumkin deb o'zlari aytib turibdi. Shuning uchun bularning yuzini ko'rsata olmaymiz. Lekin mana yonimda turibdi hammasi. Hammasi birisi 130 million to'lagan, birisi 115 million to'lagan, lekin hammasi oddiy insonlar, oddiy oylikka yashaydigan odamlar bularning.